Abdulaziz Ablat 1992-yilda Atuşda tug'ilgan. Oilasi 2000-yili Urumchiga ko'chib kelgan. Bu oila navbatda Urumchi shahrining Shinxua janubiy yo'lida o'ltirishliq. Sizning bir o'g'ilmi 5-yildan keyin yo'qolib ketgan, g'oyib bo'lib ketgan bir ahvol bormi? Ha, shunday. O'g'lingizning ismi nimati? Aziz Abdulaziz. Qancha yoshda shu 2009-yilda? 17 yoshda. O'zimiz Atuşda Shinxonalloda o'tiramiz hozir. Abdulaziz Ablat, bu qaysi kundan boshlab yo'q? 5-iyul kundan boshlab yo'q. Atiganda u bola ketgan uydan Shinxonallo atrofida Xochobinga atrofida Miranda bir oshxona borcha o'shaga unay o'rgangani bergancha bu bola to'liq chiqib maktabda yaxshi o'qiganmaganlik sababidan o'sha unay o'rgangani bergan bir 5-6 oy bo'lganda shu oshxonada ishlagan. Kundikideklar yo'lga soldik, ishga ketdi oshxonaga 5-iyul kuni. Kech saqladik kelmadi. Shunda olganda 7-ayning 5-kundan boshlab yo'q bo'ldi bola. Shundaqmi? Yo'q kana tushdi barkan, tushlik tomoqda balla bilan barkan shu bir ishlarni o'qib shu sirtqa ketganmi, ko'rman deb chiqqanmi? Lo'lanning ko'ygini oxir qitim yetdi ekan. Soat nechalargacha oshxonada bordi dedi. Balalarning bilishicha tushlik 2-vaqtda 2-3larda oshxonadan tomoq yeganda shu 2-3larda balla bilan birga tushlik tomoq yebdi-ku u balami. Shu soat 4-5 ipchörüsdə, şimdi 5-6 ətraflarda yoxkən. Hazır qədər, şu nimikil qamoqxonada yetib qolganlar, qamoqxonadan chiqqanlarning ichida, mayli jamiyatda har qanday bir yerda bo'lsin, birasi qopib, sizning o'g'lingizni biz palonchi qamoqxonada birga ko'rdik, yoki rasmga tatganda biz bildik, yoki so'roq jarayonida bildik degan bir gap keldim-kelmadimi? Shu qamoqda yetib chiqqanlardan. Yo'q, unda hech kim unda gap qilmadi bizga. Ko'rdik degan gapni qilmadi. Sizning o'g'lingizni bildik, bizni tang ilib ketgan degan odammi yo'qmi? Undami demidi, o'ziga unavga tutayotgan shu sayqoriydigan o'zining ustisimi tutilib ekan shu chaqda. Shundan keyin u balani qaytib sirtning adimi ekan, ko'rinliq damda bir bola ekan, u balani tutib ketgan, u balaga shu lobini orqali sirishti qilib, yuztirani ko'rishimda juda ketib ekan. U balamda rost gap qilmadi bizga. Uqmayman dedi. Hech qanday saqchixonada unda tizimligi yo'q, ismligi yo'q. Yo'q. Nasıl cevap vermedi içeriden bizge saklanlar dedi. Fakat biz şu çağda yeni vaxtlarda bağırsak hem bizge tüzümlükünü tapanmaydı. Ayak verenli dedi. Bağa gelen hemmisi bizge tüzümlükünü aktarıp barıydı. Tapanmaydı. Nimişti yok. Başkalarının atırımda yakım atırımda ya ayağa ketken, judağa ketken degen gepli var. Bizden nimişti yok desek saklanlar. Sizga o'xshash. Aralashmanglar, saqlanglar dedi. Shu bag'anchangizda sizning faraz qilishingizcha, sizga o'xshash ismi chiqmaydiganlarning soni ko'pmi yoki ko'pinchisining ismi tepildimi ashada? Ismi tepilganmi jiq? Bizga o'xshash ismi chiqmaganmi jiq? Hurmatli radio anglag'uchilar, ma'lum bo'lishicha, doiralar 3 yildan buyon oilalarni g'oyiblarni surishti qilmaslikka har xil choralar bilan qislagan. Orqasiga nazoratchi sepib qo'yish, navbat kelganda soqchixonaga yoki hukumat ishxonasiga qamab qo'yish g'oyiblar oila tobati uchun qo'llanilgan umumiy tadbir bo'lgan. Urumchidan ko'chishga majburlash bo'lsa, Urumchida vaqtli nopos bilan o'ltirayotganlarga qo'llanilgan xos tadbir bo'lgan. Tövəndə mana bu xil ahvolga oid bir qancha misol anglaysizlar. G'oyiblardan Juma Tursun oilasi. Bizning bir kelganimiz varda birinci ayda ödün küçürütünglar, şu tezkiran ödün küçürütünglar deb ketadilar. Sudan. Bu birinci ayda qayıqatgan ödün bakalapta ödün küçürütüp tamam sürütküse mujda bir küçürütügan bolduqda. Ama kışni bir çıkırırlar, hem de yezit bir körükte yapqıdak oğuz verip bala bu baldigan netçildi ödün kızınızda buna. Bu sizniki sizlarning nopos, bu balaning nopos qayerda? Nopos bize emmelerini Kaşkada. Yenilik izliyor bize nopos. O balına ketkeninin üzerinde absürt şeyler şu budokmuş da bazı bir işini kılıp yürüyünüz mü de sünnet güzel. Aleyküm assalam. Hazır kadar bir idareden, sizlar bağa geldin, bir ayadın Palaniyada bo'lishi mumkin, yo Pistoniyada bo'lishi mumkin degan bir javobni bermadimi? Yo'q, qat'iy javob berib baxmay hozir. İzzet bersam, izzet kelmang, izzet kelsiniz, uyingizda o'tag'izmaymiz deb aşağı qilgandan keyin, Chexiyaga borsam, uy ijara bermay turgandan keyin, hozir izzatni boramayman. Izzatni turib qolsam, men o'ltagan tavallikki benzin o'qib qolsa, uydan ko'chiradi. Ashundan qo'rqdim, ikki bolam bilan borgan yer bo'lmagan keyin bo'lak amal yo'q, izzatni boramayapman hozircha. G'oyiblardan Olim Hiloji oilasi. Sen bize hepki ahir kegecek mini diyeceğiz ne? Sen Urumchi nopos emaskensen, sen Urumchidan ketsen ve To'maykentda muzda mecbur edi. Bizim memleketimiz Şinjan Uyg'ur Abdun rayonunun xalq tutsak, devletni xalq tutsak, devletninki faqat neyber yazsang bo'ladi degan erkinlik qonunlik siyosat tutsa, biz memleketimizde men shunda dovlaylatsam, bunun gibi şimdi yerine
endikin biz o'tlagan shu ijara bo'lib o'tlagan ijara uyning egisiga besim qildi hozir. Shu uyni ko'chirib o'tsa, buni uyni ko'chamsan sana 10 ming ko'dini, 30 ming ko'dini tortib 10 ming ko'k jirman qo'yildi. Uylarni faqat bekatga taqayman. Buni oqitsan o'zing ziyon bo'ladi deb mushuni besim qilgan ki uyning egisi bizni faqat ko'chsa deb mecbur besim qildi. Men besim qilgandan keyin endikin pensioniga so'jinga mushtayalik mas'ul saqchi egisi dedi ekanki Şimdincini berdi, noput genişkillerini berdi. Fakat bir şey bağmayma deydiğanlıkka kol katkıp berdi. Jelgi bat geldi deydi. Hep mujuna dese makul bolsa öy birsen, olmuş öy vermeysen degendikin amal bulmay. Ben şunu makul buldum. Ben şimdincinin peysoda Kaşkar köyünü post genişkillerin ballarının kalganını bile hemisi Kaşkar bizim ben şu Kaşkar şehirlik beşkiren peysoda. Ben fakat adam ürün kişide bir şey baksam kersem zendocuğundan ürün kişide manaları sırf çıkamayın. Bu anda sizden baramayın. Ben dedim bunu. Ben senin iş geleceğini yaptım. Makullap tuttum. Abdurrahim hükümet gibi alsak. Abdurrahim hükümet bu bizim işimiz emez. Bu fakat güven sahip kapıtlarının işi, güvencinin işi. Soğutup buyruk kesse sorayınız. Bunu sormayınız bize demişlerdi. Bundan ne görümüz de sizinle? Abdurrahim hükümet çıkanırsa. Ne görü sorayınız desem sen ondan olsa Abdurrahim karşı Güventinge var. Güventinge varsa, güventingde bu bizim Abdurrahim hükümetinin ki şu bu cevap verse, sürdürevimiz bu cevap vermemiz de şunlardı. Mesela başkanım çakağı da duruvarsam, endaylık alım jurunu çakağı. Alım jurunu kopap bu çigen digen bizge. Akasın tutturuşmam diye bu benim şahsi işim mi deyip bana tekrar hey sen senin kandak millet digeni buldu oylap baka. Sen kim için işleysen, halk için işleyemedin. Seni kim sayılır, kas haylık sayılır sana. Hatta sen halk için işlesen oyla getirelim size. Bu küçük şahsi işim ama o. Şahsi münasebetin seninle boğan benim. Bu bütün fakat milletinden, hükümetin varlıkları işitulsa, sen moş halkın bulmasa sen kim kanda yaşaysa. Koy bakamsa, çalı bakamsa. Sen kadir hizmet kanunu için işleyemediği için sen kitlaksan o da iken de baylar bilmem onu. Zaman bulsan sana hukukun var, olarınla kuralın var, hükümet derken. Şöyle et. Ya etimet beni. Bırak o cahandan cüda bulay. Yaşı ol. Sen aksın özünü onuşular. Kapınmanlar ben kol yazma kılıp Abdurrahim partikumla hükümeti yolladım. Cevap verse, mesela pat arada cevap verdi. Şunun getirlik cevap vermez de bizim muhtemelen bastırdılar. Anksızlık buyruklu fakat bayatın men degендek. Bizim muhtemelen siyasilerine dolapta bizde üy yok bacı bırak. Muşanı fakat eminken muşu rayonga besin kılıp şehirge besin kılıp. Muşunu amalda köçür ve yutup kep gidiyor. Koçtu. Kep dedi bizge. Hürmetli radyo anlıqçılar. Yuqorida 5-yildan keyin izdireksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabar